Assalomu alaykum, kanalimiz hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz, xudo xolasa 4-mikrorayondamiz. 4 qavatli binoni, tak, ikkinchi qavatında. Podyezdlarimiz ham ajoyib. Podyezdlar ham akkuratli ekan. Kanalimiz hurmatli obunachilar, giravesh qismini bismillahirrohmanirrohim deb kelsak, eshiklarimiz ham turist eshiklardan 8 yerdan inladon ajoyib yangi qo'yilgan ekan kanalimiz hurmatli obunachilar. Tak, yana bir narsa aytaman. Bizning joylarimiz Urganch shahrindamiz yurtdoshlar. Toshkentdan, Farg'onadan, Samarqanddan ko'p uradlar. Biz Urganch shahridagi joylarni reklama qilamiz. Bu yanımızda girish prixoshkamiz. Xonalari alohida, bu yanımızda spalnisi. Spalnimizdan ko'rib turganingizda devorlarimiz oboy, oynalari plastik aqua, duh konturli katorlarimizning registrlari turibdi bu yerda. Aziz do'stlar, oboylarimizdan e'tibor etamiz. Oboylarimizdan chiroyli, nima deydi, rossiyskiy oboylardan o'rnatilgan, qistirilgan, yopishtirilgan. Kanalimiz hurmatli obunachilari. Eshiklarimiz ham MDP eshiklardan молочный svetli, ramkali eshiklar ekan, ko'rib turibsizlar. Kanalimiz hurmatli obunachilari. Hatto rushkalarni ham chiroylaridan, nalardan qo'yilgan ekan. Endi bu yerimizda kiraverish yerini kladopcha qilsa bo'ladi. Ya'ni pat qo'ymoq uchun etajga atib eshik qo'ysam bo'ladi bu yerga. Kanalimiz hurmatli obunachilar, muomala shunday qilsa, prixoshka ham chiroyli tuzattirsa bo'ladi mebellarda. Zo'r yerda joylashgan ekan. Bu yanimiz mehmonxonasi. Do'stlar, bu yanimiz mehmonxonamizda konditsionerimiz turibdi. Konditsionerimiz ham Samsung konditsioner ishlab turibdi. Devorlarimiz ko'rib turganingizdek aboy, perdalar qistab turibdi. Bularda bir registrlari, hamma narsasi tayyor. Bu yana kelaversak. Bu yanimiz sanuzelimiz. Yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek sanuzelimiz. Gaz, svet, suv, transportlardan вообще muammosi yo'q bu yerda. Bilasizlar, dastlabki yanında bu yanimiz hojatxonamiz. Hojatxonamizdan gaz, naniki, nima deydi? Shotchiklar ham issiq, sovuq suv shotchiklar turibdi bu yerda. Bu yanimizda yana gazli shotchiki turibdi. Yurtdoshlar, shotchiklardan muammosi yo'q. Dokumentdan eng kerakli dokumentlardan вообще muammosi bo'lishi mumkin emas. Devorlarimiz aboy. Endi bu yerimiz oshxona bo'lgan, oshxonani bu yana ko'chirib, bu yerda bir ovqatlanadigan qilsam bo'ladi, yurtdoshlar. Bu yerga televizorni qo'yib, ko'p odam shunday qilib qo'ydi. Bu yerga televizor qo'yadi, bu yerga mebellarni qo'yib o'tiradigan, nalarni qo'yib, shu yerda o'tirib choy ichadilar. Bu yanimiz endi hozircha oshxona qilib qo'ydilar ekan. Xohlasangizlar sizlar bu yerni ko'tarib, pol qilib ishlatib o'tirsa bo'ladi. Bu yerimizda yana 6 metrlik zakrytый balkon, 2 oynasi bor. Ko'p odam bu yerni beklab, kuxnani, mehmonxonani bu yana ko'chiradi. Xohlasangizlar remontdan chiqib turibdi, bemalol yashayverasizlar. Duh konturli katorimiz ham turibdi bu yerlarda, yurtdoshlar. Hamma narsasi ajoyib. Etajimizni so'rasangizlar, etaj ham ajoyib, ikkinchi etajda ekan do'stlar. Bemalol telefon qiling. Do'stlaringizni tarqatishdan chiqmasin, podpisasiya bir dona podpisasiya bosib bersangizlar, bizlar poddeshga bo'ladi yurtdoshlar. Bizning kanaldan ko'p odamlar joyli bo'lgan. Allohga shukr. Joy Allohning uyida to'ylar, yaxshi kunlar bo'laveradi, Xudoyim. Shunday joylarimiz qo'ydi. Xonalar alohida 4-dakikada so'rab bilgan dim ko'padi. Bemalol telefon qiling. Telefoningizni kutib qolamiz. Hozircha e'tiborlaringiz uchun katta rahmat deb qolamiz.